Meni mashg'ul qilmang. Axir ashhadu anna Muhammadar Rasululloh desam, Rasululloh hujrasidan chiqib kelmasa men qanday sabr qilaman degan edi. Rasulullohning vafotidan keyin birinchi marta azon aytyapti Bilol. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Endi ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deganda Bilol to'xtab qoldi. Bilol roziyallohu anhu yig'ladi. U kishining yig'isiga qo'shilib hamma yig'ladi.